Nima buzildi, nima g'ichirlayapti? Ovqat yeyapsanmi yana? Zebo, ovqating tayyor bo'ldimi? Degan bo'ldimi chaqirsam chiqmadingiz? Qanaqa chaqirding? Men tayyor ovqatga chiqing deb. Bunaqa baland gapirma, qo'shnilar o'likka qoradi Zebo. Keyin bugun sen bilan bitta kino ko'ramiz, ha? O, nima yeb ko'ramiz, davay. Shuni yemasdan ko'rsak bo'lmaydimi? Men nimadir yemasam kinoni tushunmayman ma'nosiga. Pulitni yema. Zebo, meni dardimni eshitmasang bo'lmaydi. Xullas, xo'jayin bilan chiqish olmaymiz. Oylik past. U ishda ishlab 1-2 so'm orttirib bo'lmaydi. Shunga ishdan ketmoqchiman. Narsa yeyapsanmi? Senga dardimni aytolmay eshit. Shunga mashinani sotsak, kreditlar to'lasak, uni ustiga kvartirani pulni so'rab yotibdi. Bu bilan ham bu turishda urushib qolam. Zebo! 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 Bu qiz yana qayerga berkilib narsa yeyotgan bo'lsa, ha? Nima bu? Lapsha bilan kalbasan? Bo'pti, yaxshi o'tir. Umid aka, kelishda marakuya olib keling, yegimiz kelyapti. Bo'ldi. Hozir olib kelaman. Dastlab biz bolamizga. Qanaqa bolamizga? Ikkini bizagadir. Yo, men o'zimni ichimdagi qurtlarim, bakteriyalarim hammasini etkaydim. Ko'rdingizmi? Men faqat o'zim o'ylayman. Ko'pchilik o'ylayman.